Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 19 fevral 2026-yil sizlar bilan mana bu mahallamizda yig'ilib turishdan maqsad bizlar Milliy bankda mavjud bo'lgan barcha turdagi kredit produktlarimiz, ya'ni kredit mahsulotlarimiz bilan tanishlashdan iborat. Agar sizlarda mana shu mavjud kreditlarga bo'lgan ehtiyoj sezilgan taqdirda sizlar bizni bankimizga bemalol borib murojaat qilib tadbirkorlik faoliyatlarimizni kengaytirishni, yanada rivojlantirishni o'sha bizlar amalga oshirgan bo'lamiz. Bizda endi oldin ham aytganmiz, har joylarda o'sha yig'ilishni o'tkazganda, tadbirkor bilan uchrashganda aytib boryapmiz. Hammangizga ma'lum, hozirgi kunda banklar tomonidan turli tartibda, turli xildagi o'sha tadbirkorlarga imkoniyat bo'lish uchun, yo fuqarolarga imkoniyat bo'lish uchun har xil kredit turlari taqdim qilinmoqda. Jumladan bizning Milliy bankda o'sha prezidentimizning mana 2024-yilda ochilgan o'sha 312 sonli qarorga asoslangan 100 milliondan 300 milliongacha bo'lgan yillik foiz stavkasi 21% ni tashkil qiladigan kredit turimiz bor. Bunda tadbirkor kamida 1 yil bo'lgan ochilganiga va doimiy pul aylanmasiga ega bo'lgan tadbirkorlarga mana shu kredit 100 million so'mgacha bezalog aylanma mablag'i 18 oyga asosiy vosita sotib olish, ishlab chiqarish qilaman desa, qanaqadir uskuna olaman desa, bu 7 yilgacha bo'lgan muddatga o'sha 21% da beriladi 100 milliongacha bezalog. Agar 100 milliondan 300 milliongacha olaman desa, parasini siz murojaat qilasiz 250 million olasiz. 100 millioni bezalog, 150 millioniga bizlar likvidlik garov taklif qilamiz. Endi 100 bezalog, 150 millioni o'sha likvidlik garov, ya'ni zalog qaytarib bo'linadi va shu yo'sinda kredit ajratiladi. Bundan tashqari bizlarda turli tuman kreditlar bor. Jumladan mana o'zini band qilganlarga biznesga birinchi qadam 2 turimiz bor. Bu 10 milliongacha beriladi, 18 oyga, yillik 23% stavkada va hozirgi kunda prezidentimiz yoshlarga keng e'tibor beryapti. 30 yoshgacha to'lmagan yoshlarga turli yo'nalishlardagi o'sha kreditimiz bor. Bu 60 sonli qaror, 61 sonli qaror bor. Bitiruvchi kurslar eng kamida 3 yil bo'lgan bitirganiga yangi loyihalarni, biznes g'oyalarini ilgari surib, yuridik yoki umuman olganda tadbirkorlik subyektini ochib, faoliyat yuritgan taqdirda o'sha kategoriyalardan kelib chiqib 5 milliardgacha imtiyozli kredit beramiz. Bu 18%gacha. Bu eng past foiz hisoblanadi hozir. Buni ham o'zini ko'rsatkichlari bor. 300 milliongacha o'sha misol yosh fuqaro, ya'ni 30 yoshga to'lmagan fuqaro 300 milliongacha yangi tadbirkorlik subyektini ochgan taqdirda zalog bilan bera olamiz. Agar undan 300 milliondan yuqori qismini har birining o'zining nomlari bor, o'sha kredit nomlar qo'yganmiz biz. Undan oshgan qismiga o'zimizning kriteriyalarimiz bor, mezonlar bor. Chunki siz misol uchun mana tadbirkor, ya'ni 30 yoshga to'lmagan tadbirkor 500 million olmoqchi, zalog bor. Lekin uni aylanmasi bo'lmasa, har xil holatlar bo'lishi mumkin, zalog bo'lgan bilan o'shaning uchun buni talablarida oldindan ochilgan pul aylanmasiga ega bo'lgan degan o'zining kriteriya mezonlari bor. Shu holatda biz 5 milliardgacha bitiruvchi kurs talabalariga kredit bera olamiz. O'sha bitirganda oxirgi marta 3 yil bo'lgan talaba o'sha qanaqa tadbirkorlik ishini boshlasa 5 milliardgacha beradigan turlarimiz bor. Bu ham o'sha 5 milliardda qanaqa foiz chiqadi, qanday qiladi? Muqobil pul aylanmasiga ega bo'lgan. Yana tartibi o'sha uni ta'sischilari va ishga oladiganlari bitiruvchi kurs talabalari bo'lishi kerak. O'zining kriteriyalar bor. Misol uchun 3 tagacha talabani bitirganda ishga olish kerak. Mana shunaqa tartibdagi turli tuman kreditlarimiz bor. Agar sizlarda mana shunaqa kredit turlariga bo'lgan ehtiyoj sezilgan taqdirda bizni Milliy bankka murojaat qilib, o'z fikrlaringizni bersalaringiz, bizlar o'sha belgilangan hujjatlarni biz sizdan talab qilamiz. O'sha kriteriyalarga to'g'ri kelgan taqdirda biz kredit ajratamiz sizlarga. Mana shu borada bir qanaqadir fikr savollaringizni marhamat savol berishlaringiz mumkin.